Assalomu alaykum kuzatuvchilari. Kaliforniya yong'oq o'lchang jihozlari mashg'ulot yurgash Kaliforniya o'lchanglari bilan shug'ullanaman hamda daromad qilaman. Ko'p videolarda esdan chiqib qolyapti. Aka adresni aytmayapsiz deyapti. Adres aytib qo'yamiz. Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida bizim joyimiz. Buni mana shu o'zimizdan hozir Yaypandan zakaz qilishgan 8 tonna mashina kelgan yuklash jarayonini boshlaymiz. Ko'p savollar bo'ladi. Aka, tushunmaganlar bor ekan, foydalanmaganlar bor ekan. Aka, Biagomus nima deydi? Bu Biagomus mana shu Kaliforniya cho'lchanglari gongda qayta ishlab beradi. O'shandan chiqqan o'g'it Biagomus deyiladi. Biagomus bu ekologik toza mahsulot bo'lib, o'simlikni tez rivojlanishi, tomir ochishini rivojlantirib beradi. Hamda uni yordamida yetishtirilgan har qanday meva sabzavotlar inson salomatligiga ziyon yetkazmaydi. Hosildorlikni ham 15-20% ga oshirib beradi. Pishishini 10 kun, 15 kun vaqtga surib beradi. Mana kelishilgan holda mana upakovkalarni ham boshlaganmiz. O'zimiz brendimiz chiqarganmiz, Sharq Biagomusni. Xohlovchilarga upakovkaga, xohlovchilarga qopda yetkazib beryapmiz. Agarda kimgadir shunaqangi Biagomuslar kerak bo'lsa, ekranimiz ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda bitta like podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz sog' bo'linglar, salomat bo'ling.